Ogohlikka da'vat. Mazlumning duosidan qo'rq. Mazlumning duosi aslo qaytarilmaydi, garchi u kofir bo'lsa ham. Lekin Alloh zolimning zulmdan qaytishini va o'nglashini kutib, gohida mazlumning duosini samoda muallaq qoldiradi. Agar har bir mazlumning duosi darhol ijobat qilinaverganida, odamzod halok bo'lgan bo'lardi. Alloh taolo aytadi: Ey Muhammad, siz zinhor zolim kimsalarning qilayotgan ishlaridan Allohni g'ofil deb hisoblamang. Faqat Alloh ularni jazolashni ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan kunga, ya'ni qiyomat kuniga qoldirmoqda. Xolos, u kuni ular boshlarini osmonga ko'tarib, chorlangan tomonga yugurgan holda bo'lurlar. Ko'zlari qotganicha o'zlariga qaytmaydi. Yuraklari dahshatdan bo'm-bo'sh bo'lib qolur. Ibrohim surasi 42-43 oyatlar. Darhaqiqat, zolimlarning hamma ishlarini yozib turadigan farishtalar zarracha qoldirmay hisob-kitob qilib turadilar. Zolimlar birovga zulm qilayotganida o'sha zahotiyoq azob kelmasligi Alloh g'ofil qolayotganini anglatmaydi. Aksincha, azob berishni keyinga qoldirganini bildiradi. Ya'ni azob o'z vaqtidan kechiktiriladi. Xolos, zolim zulmining ortishi Alloh taolo uni e'tiborsiz tashlab qo'yganini va jazosiz qoldirilishini bildirmaydi. U bu yo'lda qanchalik yuqorilagani sari pastga qulashi ham shunchalik qo'rqinchli va dahshatli bo'ladi.